Siz hech qachon o'lim va sharmandalik o'rtasida tanlov qilganmisiz? Men qildim. O'sha tunda 16 yoshimda, tug'ilgan kunimda. Men shunchaki tort kesishni, sovg'alar olishni orzu qilgandim. Lekin taqdir menga sovg'a o'rniga zaharli ilonni tutqazdi. Opamning agar rozi bo'lmasang, u meni o'ldiradi degan faryodi hali ham qulog'im ostida jaranglaydi. Pochcham. Biz ishongan, suyangan tog'imiz. Aslida niqob kiygan yirtqich ekanligini bilganimda kech bo'lgandi. Bu hikoya mening qanday qilib bir kechada ulg'ayganim, qanday qilib o'z jonimdan kechib, opamni qutqarganim va bu sirning butun umrga tatigulik yuki haqida. Tinglang, faqat yig'lamang. Salom, mening sirdoshim. Mening ismim Malika. Hozir sizga aytib beradigan voqeamni eslash men uchun xuddi yara ustiga tuz sepishdek og'riqli. Lekin aytishim kerak. Balki kimdir eshitib xulosa chiqarar, balki kimdir o'zini olovdan asrab qolar. O'shanda men endigina 16 yoshga to'lgandim. Hayotim xuddi oq qog'ozdek toza, orzularim esa osmondek keng edi. Men dunyodagi hamma narsani go'zal deb bilardim. Odamlar yaxshi, quyosh charaqlab turadi, kelajak esa faqat baxtdan iborat deb o'ylardim. Lekin o'sha mash'um kundan oldin ko'rgan tushim. U mening birinchi ogohlantirishim ekan. Tushimda qop-qora, ko'zlari yonib turgan mushuk menga tashlandi. Uning tirnoqlari tanamni tilar, men esa qochib qutulolmasdim. Uyg'onganimda bilagimda qattiq og'riq his qildim. Shunchaki tushku deb o'zimni ovutdim. Ko'zguga qaradim. Qalin, qayrilma qoshlarim, kulib turgan ko'zlarim. Men baxtli bo'laman, dedim o'zimga. Xuddi Mutabar opamdek. Mutabar opam. Mening jonajonim, onamdan keyingi mehribonim. U yaqinda turmushga chiqqandi. Pochcham, Nazar aka haqida hamma og'iz to'ldirib gapirardi. Jiddiy, polvon kelbat, topish tutishi zo'r, deyishardi. Opam ham u haqida gapirganda ko'zlari porlardi. Men ularga havas qilardim. Qaniydi men ham shunday baxtli bo'lsam deb niyat qilardim. Bugun mening tug'ilgan kunim edi. Opam va pochcham mehmonga kelishadigan bo'lishdi. Uyimizda bayram shukuhi. Dadam bozor-o'char qilgan, oyim oshxonada, men esa uyni yaraqlatib tozaladim. Mehmonxona to'riga eng chiroyli ko'rpachalarni to'shadim. Yuragim hapriqib ularni kutardim. Kechga tomon ular kelishdi. Nazar akani birinchi marta shunday yaqindan, kuyov bo'lgandan keyin ko'rishim edi. Baland bo'yli, qoshlari qalin, nigohlari o'tkir. Lekin negadir uning ko'zlarida qizillik bor edi. Qo'llari biroz qaltirardimi? Balki hayajondandir, deb o'yladim. Axir yangi kuyovku. Dasturxon atrofida o'tirdik. U menga tabrik so'zlarini aytayotganda g'alati tikildi. Bu nigohda aka-singillik mehri emas, balki qandaydir sovuq, yopishqoq bir narsa bor edi. Men xijolat bo'lib tezda dasturxonni yig'ishtirishga tushdim. Charchagandirlar deb o'z xonamga kirib ketdim. Xonamda yotib shirin xayollar surayotgandim. Shu payt eshik sekin taqilladi va Mutabar opam kirib keldi. Chiroqni yoqdim. Opamning yuzini ko'rib yuragim shuk etib ketdi. Boyagi quvnoq, baxtli kelinchakdan asar ham yo'q edi. Ko'zlari qip-qizil, qovoqlari shishgan, lablari titrardi. "Opa, nima bo'ldi? Tinchlikmi?" deb so'radim o'rnimdan sapchib turib. U javob bermadi. Karavotimning chetiga omonatgina o'tirdi. Yuzini qo'llari bilan to'sib, yelkalari silkinib yig'lay boshladi. Men uning oldiga cho'k tushdim. "Ayting, nima bo'ldi? Pochcham xafa qildimi? Yoki mazangiz yo'qmi?" Opam boshini ko'tardi. Uning ko'zlarida shunday dahshatli qo'rquv va chorasizlik bor ediki, men muzlab qoldim. "Malika, singiljonim", dedi u bo'g'ilib. "Pochchang, u odam emas ekan." Men tushunmadim. "Nima deganingiz bu? Tushuntiribroq gapiring." U narkoman ekan", dedi opam shivirlab. "Nashavand ekan. Hozir ham chekib olgan. O'zida emas." Bu so'zlar boshimga chaqmoqdek urildi. Nashavand. Bizning ideal kuyovimiz. Voy, endi nima qilamiz?
Dadamga aytaylik, haydab yuborsin, dedim jahl bilan. Yo'q. Jim bo'l. Opam qo'limdan mahkam ushladi. Agar bilsa, agar hozir janjal ko'tarsang, u hammamizni o'ldiradi. U pichoq olib kelgan. U hozir vahshiyga aylangan. Lekin bu hali hammasi emas ekan. Opamning aytadigan keyingi gapi meni tiriklayin go'rga tiqdi. U ko'zlarimga tikilib yutindi. Malika. U seni so'rayapti, dedi zo'rg'a. Men qulog'imga ishonmadim. Nima? Tushunmadim. Pochchang. Bu kecha Malika biz bilan yotsin, deyapti, dedi opam va dodlab yubordi. Agar rozi bo'lmasang, singlingni olib kirmasang, seni o'ldiraman, so'yib tashlayman, dedi. U mast, u giyohvand. U nima qilayotganini bilmaydi. Men o'tirgan joyimda toshga aylandim. Dunyo to'xtab qoldi. Xonadagi havo yetishmay qoldi. Mening podsham, opamning eri, men aka deb bilgan inson. Meni, opa, siz nima deyapsiz? Men qiz bolaman-ku. Men endi 16 daman. Qanaqasiga? Siz qanday qilib bu gapni menga ayta olasiz, deb baqirib yubordim. Opam oyog'imga yiqildi. Bilaman, jonim, bilaman. Men o'lay. Yer yorilsa-yu kirib ketay. Lekin u meni o'ldirmoqchi. Pichoqni bo'g'zimga tiradi. G'olib kelmasang, ikkovingni ham so'yaman, dedi. Men qo'rqyapman, Malika, jonimdan qo'rqyapman. O'sha lahzada men opamni tanimadim. U mening himoyachim, mening g'ururim edi. Endi esa u o'z joni uchun meni, o'z singlisini qurbonlikka keltirmoqchi bo'lyaptimi? Nafrat, jirkanish va cheksiz alam bo'g'zimga tiqildi. Chiqib keting, dedim past ovozda. Yo'qoling. Men hozir dadamni chaqiraman. Hammaga aytaman. O'sha iflosni qamattiraman. Men eshik tomon intildim. Opam yo'limni to'sdi. Uning ko'zlarida telbalik bor edi. Qilma. Unday qilma. Dadamning yuragi yomon, ko'tara olmaydi. Onam o'lib qoladi. Oilamiz sharmanda bo'ladi. Butun qishloqqa gap bo'lamiz. Malika, iltimos, faqat bir kecha. Faqat bugun. U ertaga eslay olmaydi ham. U hozir kayfda. Men yoningda bo'laman, u senga tegmaydi, shunchaki yonida yotasan. Va'da beraman. Yolg'on. Barchasi yolg'on. Qanday qilib yonida yotaman? Qanday qilib iflos maxluqning nafasiga chidayman? Siz uni sevasizmi, deb so'radim to'satdan. Opam yig'idan to'xtadi. Ha, men o'sha iflosni sevaman. O'lib ketsam ham sevaman. Men undan ajralolmayman. Agar hozir dadam bilsa, ajratib yuboradi. Men usiz yasholmayman. Bu javob meni butunlay sindirdi. Sevgi shunday tuban bo'lishi mumkinmi? Opam davom etdi. Agar sen rozi bo'lmasang, men o'zimni o'ldiraman. Hozir chiqib o'zimni osaman. U meni so'yishidan oldin o'zim o'laman. Sening vijdoning qiynalib o'tadi. Men tanlov qarshisida qoldim. Bir tomonda mening nomusim, qiz bolalik g'ururim, kelajagim. Ikkinchi tomonda opamning hayoti, oilamizning tinchligi, ota-onamning salomatligi. Agar hozir baqirsam, qon to'kiladi. Balki dadam o'lar, balki opam. Agar rozi bo'lsam, men o'laman. Jismonan emas, ruhan o'laman. Vaqt o'tib borardi. Mehmonxonadan Nazar akaning g'azabli ovozi eshitildi. Mutabar. Qani senlar? Nega jim bo'lib ketding? Opam titrab ketdi. Ana chaqiryapti. Hozir keladi. Malika, jon singlim, rahm qil. Men ko'zlarimni yumdim. Ko'z oldimga ota-onamning baxtli yuzlari, opamning to'ydagi quvonchi keldi. Va men qaror qildim. Men bu ifloslikka, bu do'zaxga kiraman. Lekin men o'sha maxluqqa o'zimni xor qildirib qo'ymayman. Men kurashaman. Agar kerak bo'lsa, o'sha yerda o'laman, lekin nomusimni bermayman. Yuring, dedim quruq ovozda. Ko'z yoshlarim qurib qolgandi.
boshlayvering. Men orqangizdan boraman. Biz mehmonxonaga kirdik. Xona dim, aroq va tamaki hidi anqib turardi. Nazar aka. Pochcham. To'rda ko'rpachalar ustida yonboshlab yotardi. Ko'ylagining tugmalari yechilgan, ko'zlari qonga to'lgan, basharasi bujmayib ketgan edi. U odamga emas, shaytonga o'xshardi. Bizni ko'rib irshaydi. Jirkanch sovuq tabassum. Keldinglarmi, go'zallarim? Dedi u tili aylanmay. Malika, kel yonimga o'tir. Bugun sening bayraming-ku. Biz nishonlaymiz. Opam burchakka qisilib oldi. Men to'g'ri uning qarshisiga borib turdim. Qo'rquv yo'q edi. Faqat nafrat. Nima xohlaysiz, dedim tik qarab. U hayron bo'ldi. Mening bu ohangimni kutmagandi. Oho, Sherdil-ku bu, deb xirilladi u. Menga mehr kerak. Opang bermagan mehrni sen berasan. U qo'lini cho'zdi. Bilagimdan ushlamoqchi bo'ldi. Men chaqqonlik bilan o'zimni chetga oldim. Qo'lingizni tekkizmang, dedim baland ovozda. Siz kimsiz o'zi? Erkakmisiz? Opamning ko'z yoshlaridan, mening yoshligimdan uyalmaysizmi? Uning jahli chiqdi. O'rnidan turmoqchi bo'ldi, lekin oyoqlari chalishib yiqildi. Giyohvandlik va ichkilik uni kuchsizlantirib qo'ygandi. U sudralib menga tashlanmoqchi bo'ldi. Shu payt men stul ustida turgan og'ir billur vazani ko'rib qoldim. Yuragimda bir kuch paydo bo'ldi. Bu o'zini himoya qilish instinkti edi. Men vazani qo'limga oldim. Yaqinlashmang, deb baqirdim. Bir qadam bossangiz, boshingizni yoraman. O'lib ketsam ham sizga tekkizmayman. Opam yugurib kelib Nazar akani ushlab qoldi. Nazar aka, jon aka, tegmang, u yosh, u qo'rqyapti, deb yalinardi. Nazar aka opamni itarib yubordi. Yo'qol. U yana menga intildi. Men vazani baland ko'tardim. Ko'zlarimda o'lim sharpasi bor edi. U buni ko'rdi. Hatto eng vahshiy hayvon ham o'lim xavfini sezganda to'xtaydi. U to'xtadi. Xirillab kuldi. Mayli. Bugun senga rahm qilaman. Lekin ertaga seniki bo'laman, dedi va gilamga yuztuban yiqilib, xurrak otib uxlab qoldi. Men o'sha tunda uxlamadim. Qo'limda vaza, burchakda o'tirib tong ottirdim. Opam esa erining oyog'i ostida yig'lab chiqdi. Ertalab quyosh chiqqanda u uyg'ondi. Boshi og'rib, hech narsani eslay olmasdi. Boshim yorilyapti, suv beringlar, dedi u nola qilib. U bizga qaradi. Mening qo'limdagi vazani, opamning shishgan ko'zlarini ko'rib hayron bo'ldi. Nima bo'ldi? Tinchlikmi, deb so'radi. U hech narsani eslamasdi. Bizning do'zaximiz, mening o'lim bilan yuzlashganim, uning uchun shunchaki o'chib qolgan xotira edi. Men o'sha kuni qasam ichdim. Bu uyda, bu ifloslik ichida qolmayman. Men dadamga hammasini aytmadim. Aytolmadim. Lekin men opamga shart qo'ydim, yoki siz bu iflosdan ajrashasiz, yoki men bu uydan butunlay ketaman va sizlarni o'lgan deb hisoblayman. Opam yig'ladi, yalindi, lekin men qarorimda qat'iy edim. Men o'sha kuni Hamid akaga, meni sevgan, lekin men e'tibor bermagan o'sha sof dil yigitga xat yozdim. Meni olib keting. Qayerga bo'lsa ham. Faqat bu yerdan uzoqqa. Taqdir meni sinadi, lekin sindira olmadi. Men o'sha tunda nafaqat opamni, balki o'z g'ururimni ham saqlab qoldim. Hozir oradan yillar o'tdi. Men boshqa shahardaman. Baxtliman. Lekin o'sha tunning soyasi hamon tushlarimga kirib turadi. Qizlarga aytar so'zim, hech qachon birovning baxti yoki tinchligi uchun o'z nomusingizni, o'z hayotingizni qurbon qilmang. Hatto u eng yaqin insoningiz bo'lsa ham. Yirtqichga rahm qilib bo'lmaydi. Unga faqat tish va tirnoq bilan javob berish kerak. Opamchi? U baribir o'sha eri bilan qoldi. U o'z tanlovini qildi. Men esa o'zimnikini. Bizning yo'llarimiz ayro tushdi.
Lekin men tirikman. Men pokman. Va men kuchliman. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni asrang, chunki sizdan boshqa hech kim sizni chinakamiga asramaydi.